Bunaqasi hali bo'lmagan. 80 kvadrat metrli tayyor pat-kulch kvartiramiz 63 ming dollarga. Yana bor-u, boshiga azingni to'lab qolgan oyma-oy 1,5 milliondan to'lab olsangiz ham bo'lar ekan. Boshiga 42 ming dollar to'largansizda, oyma-oy 1,5 milliondan ham to'lashingizga qo'yib berar ekanlar. Bo'lib to'lab olasiz. Naqd qo'lamasangiz 80 kvadrat metr tayyor pat-kulch kvartiramiz 63 ming dollarga. Zo'rmi, akalar? Nur hayot domlari. Bu yoq tarafda mana katta ko'cha, yo'lni yuzi, shu yerdan avtobus, mashinalar o'tadi. Mana shu domimizni 10 etajkali 8-etaji, 2 xona, 80 kvadrat metr va okalar vashi shikalat, lekin bola o'ynash uchun plashatka, mashinalar qo'yish uchun parkovka, maktab, bog'chalar ham yaqin atrofda joylashgan. Yangi hayot tumaniga kelganmiz. Sizlar menga obuna bo'lib qo'yinglar, men polni sizlarga obzor qilib beraman. Undan tashqari bunaqa uylardan ko'plab qo'yamiz. Bizlarga obuna bo'lib kuzatishda davom ettiringlar. Kiraverish, chap tarafda bitta xonamiz bo'ladi. Bu yoqda men sizlarga hozir balkonni ham ko'rsataman. Hozir bitta shu xonani ko'rsating. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Kengligini 80 kvadrat metrda o'zi. Xo'p, mana bu yoq tarafda ko'rinishi. Mana bola o'yinadigan plashatka, parkovkalar hammasi ko'rinib turibdi. Kvartiramizni kattaligini hisobiga 2 xonani 3 xona qilib yuborsangiz ham bo'ladi, okalar. Xo'p, bu oshxonamiz. Mana shu mebel texnikalari ham qoladi. Hech kim yashamagan pustoy xonadonimiz mana. Balkon ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafda ham uyimiz bor, balkoni bor. Bu sanuzel. Bu yuvinish xonasi, razdeniy qilingan. Bu yerda bitta katta xonamiz bor. Metrogacha 2 kilometrda o'tib, qiziqqanlar uchun pastda egar raqamni yozib qoldiraman, telefon qilib, yana ham to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Uy sotmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qilsangiz sotishingizda yordam beramiz.